344 million so'mga bir xonali kompaktli xonadon ko'rib o'tamiz. Ayrim jihozlari qoldiriladi. Marhamat, balkon qismini bitta ko'raverasiz, anchagina katta va dvorni bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Baland qavatli uyimizni 6-qavatdamiz. Aynan Yangi hayot firmasi qurgan dom. Keling, proyektini sizga asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'taman. Zo'r narx, вообще zo'r narx. Bu firmaning o'zida ham bunaqa narx yo'q. Kompaktli xonadon, demak, ipoteka qilsa ham bo'ladi. Asosiy kirish eshigi yo'lagimiz orqali prixojniy joyiga o'tsak bo'ladi. Hamda bu yoqda mebel qo'yilgan, bu mebelimiz qoldiriladi. Yuvinish xonasini marhamat ko'rib o'tasiz, kafir qilingan, yaxshi holatda bo'lib turibdi remonti. Va bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, yo'lagimiz bo'ylab, yo'lakka ham anchagina joy tashab ketilgan. Oshxona qismini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oshxonamiz gulxoy emas, ko'rib turibsizlar, derazalar o'rnatib qo'yilgan, kuxonning garniturlari qoldiriladi, faqatgina xolodilnikdan olib chiqib ketadi. Hamda to'g'ri o'tadigan bo'lsak, sizlar bilan boya ko'rib o'tgan mehmonxona qismini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Uzunligi 6 metr. Kompaktli bir xonali xonadon, demak, Novostroyka, Navoiy ko'chasi, Yangi hayot Gulzor turar joy majmuasida joylashgan. Konditsionerlari qoldiriladi, remonti yaxshi bo'lib turibdi, ko'rib turibsizlar. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, 344 million so'm bilan ushbu xonadon yana savdosi bilan birgalikda sotuvga chiqaramiz. Ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Pastdagi raqamlar orqali bog'laning hamda ushbu xonadonimizni xarid qiling. Maktab, bog'chalar ushbu hududga yaqin, 7-17 maktabga yaqin hisoblanadi.